Assalomu alaykum qadrli obunachilar va santexnik do'stlarimiz. Sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchiman. O'sha bitta hozir zapchast kerak edi, uyda eslab ko'rib qoldim, buni olib qo'ydim. Bu tarixiy voqea bo'lgan. O'sha yillari bu yerda uncha yaxshi kranlar bo'lmagan. Shuning uchun bitta joyga zakaz qilganmiz, o'zimizga podarkaga ham jo'natgan, tam отдельно podarkalar bilan mana shu firma Mariya, qaranglar, buni kranini o'sha yillari jo'natganda endi вообще dahshat bo'lganda. Mayli, mana buni qaranglar, nechinchi yil ekan? 2018 5-oy bo'lgan ekan chiqqan payt sanasi. Endi bunga yana eng qiziq joyi mana bunaqalari ham bor. Pasportiga o'xshagan narsa, o'sha paytlari qaranglar, Mariya Vorov. Buni bunday ochsalaring, mana nima chiqarishdan qat'iy nazar, qanaqa kranlar bor, mana dahshatlari chiqqan. Sizlarga bittasini ko'rsatyapman. Yana bittasi bor, mana buyog'i bunday bo'lsa, buyog'i mana bunaqasiga, ko'ryapsizlarmi? O'sha переходник. Mana shu narsalarni hozir eslab juda ham xursand bo'ldim. Qarang, shu kran turibdi ekan, olib qo'yganman endi bu kakano sifatida. Ko'rib olinglar yigitlar, ustalar, mana 2018 5-oy. O'sha paytlari hozirgidaqa davr bo'lmagan, hamma narsa ham bo'lmagan deb o'ylayman. Shuning uchun chetdan zakaz qilganmiz. Korobkalarni qaranglar, upakovkada kelgan hamma narsa. Hammaga rahmat. Shuni podelиться qilib qo'ymoqchi edim. Hozir eslab juda xursand bo'lib ketdim, ko'rib qolib.